Aziz kuzatuvchilar, bugungi patsientimiz Sherobod tumanidan 1982-yilda tug'ilgan. Bu kishida anal sohasida gigant kandiloma degan kasallik bor. O'tkir uchli kandiloma, virusli kasallik. Hozir shuni lazer yordamida bartaraf qilamiz. Og'riqsiz местный anesteziya bilan, lazer bilan to'liq yo'qotamiz va keyin sizlarga ko'rsatamiz. Aziz kuzatuvchilar, mana gigant kandiloma, anal sohadagi kandilomani lazer bilan operatsiyasini boshlayapmiz. Sizga natijamizni ko'rsatamiz. Aziz do'stlar, gigantskiy kandiloma, o'tkir uchli kandilomani lazer bilan mana hozir to'liq bartaraf etdik. Operatsiya jarayoni tugadi. Mana bemorimiz hozir turib o'zlari ketyapti. Hammasi yaxshi, hech qanaqa bir muammo bo'lgani yo'q. Og'riqsiz bartaraf qilindi. Qanday, yaxshi bo'ldimi? Yaxshi ekan, hammasi yaxshi o'tdi. Og'riq sezmadim. Sezmadingmi? Yo'q. Qanday, lazer, haqiqiy lazer mana shunday bo'ladi. Ha, yaxshi ekan aka, men hech narsa sezmadim. Og'riq sezmadim. O'zim hammasini bilib turdim. Anladingiz. Bo'ldi. Biz sizni kuzatishda davom etinglar, biz sizlarga natijalarimizni ko'rsatib boramiz.